Rustam Hamidovich, shoshilinch bemor keldi. Operatsiya zarur. Hamshira, unga nima bo'pti? Yoshi nechida? Uni kim olib keldi? Qarindoshlar shu yerdami? Yosh yigit. Oyoqlari qattiq lat yegan. Aftidan mashina urib ketganga o'xshaydi. Ko'p qon yo'qotgan. Kim olib keldi uni? Notanish bir amaki. Yo'lda ketayotganda uchrab qopti. Biroz kech kelishganga o'xshaydi. Operatsiyaga tayyorlanglar, polisiyaga xabar beringlar. Xabar berib bo'ldik. Bilmayman. Men daladan kelayotgan edim. Bilasizmi, hamma yoq qop-qorong'i zimiston. Katta ko'chada esa hech kim yo'q. Birdan yo'lning chetida kimningdir ingragan ovozi eshitildi. Borib qarasam, bu bechora qonga belanib yotibdi. Zudlik bilan shu yerga olib kelaverdim-ki, bechora yosh ekan. Birorta mashina turtib ketgan bo'lsa kerak-da. Demak, ismi sharifini ham bilmaysiz-da? Yo'q, bilmayman. Agar bizning qishloqdan bo'lganda tanirdim. Yaxshi amakijon. Hozir ichki ishlar xodimlari kelishadi. Bor voqeani ularga ham so'zlab berasiz. Ungacha choy ichib turing. Xo'p, yaxshi. Voy dadasi, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Bugun o'rtog'imnikida qolaman degandi shekilli. Kechasi nega uzoq yo'lga tushdingiz? To'ylar yaxshi o'tdimi? Nima gap? Tinchlikmi? Darvozani yop, suv olib chiq. Nima? Suv? Suv olib kel dedim senga. Voy, xo'p. Suvni nima qilasiz? Issiqni choy iching, choy damlab beraman. Suv olib kel deganda keyin olib kelmaysanmi? Mashinani yuvishim kerak. Hozir. Yarim tunda balo bormi sirpanchiq ko'chada? Nima bo'ldi o'zi, gapirsangiz-chi? Mashinangiz pochoq bo'libdimi? Mashinani turtib oldim, shunga kayfiyatim yo'q. Sen kirib ishlaringni qila. Nima falokat bo'ldimi? O'zi yaxshimisiz? Ichkariga kirib ishingni qilaver dedim. Nega qo'rqoqlik qildim? Bir insonning umriga zomin bo'ldim. Nega uning hayotini saqlab qolishga urinmadim? Aksincha tashlab qochdim. Aslini surishtirganda men qotilman. Jinoyatchi qotil. Qizim, yonimga o'tirchi. Sen bilan bir gaplashib olaylik-a? Ko'rib turibsan. Uyimizga kelayotgan sovchilar keti uzilmay qoldi. Ularni hadeb sarson qilavermasdan birortasiga tayinli bir gap gapirishimiz kerak-da, bolam. Hali yoshman-ku, oyijon. Voy. Yoshliging qopdimi? Hozir seni ayni vaqting. Qizim, hademay institutni tugatasan. O'qishingni deb qancha sovchilarni qaytarib yubordik. Agar bilsang, qiz bolani vaqtida joyi chiqqanda uzatib yuborish kerak. Ha? Menga qolsa, narigi mahalladagi Zeb opani o'g'illari ma'qul bo'lib turibdi. Ularni juda yaxshi taniymiz. O'g'illari aqlli, toparman tutarmanga o'xshaydi. Qizim, biz seni baxtingni o'ylayapmiz. Sen ham bir ko'rsang bo'larmidi? Oyijon, uyaltiravermasangiz-chi. Axir toparman tutarman deb berib yuboravermaysiz-ku. Bu nima deganing?
Sen bittagina qizimizsan. Ro'zg'oring but bo'lishini, bekamu ko'z yashashingni xohlaymiz. Oyijon, kechiring. Sizni xafa qilmoqchi emasdim. Uzr. Xo'p. Yoki biron bir ko'zlaganing bormi? Bo'lsa aytaver. Sen baxtli bo'lsang, biz ham ko'nglimiz xotirjam bo'ladi, bolam. Oyijon, esingizdami? Haligi institutda birga o'qiydigan kursdoshim Nodir aka haqida gapirgandim. Xo'sh. O'shalarni ham oilari kelib qolishlari mumkin. A? Voy ayyor qiz. Hali gap bu yoqda degan. Qani gapirchi. Ish qilib yigit yaxshimi? Juda ham yaxshi. Aqlli, kelishgan, mehribon. Undan keyin sizga ham yoqadilar. Ana. Qara-ya. Ko'zlaring chaqnab ketdimi? Mayli, men ketdim. O'qishdan kech qolmay. Yaxshi o'tiring. Voy, qizim tushmagur-a, qizim tushmagur-a. Oradan 4 yil o'tdi. Yopiqligicha qolib ketgan bu voqea goh-goh yodimga tushib qolgandi. Yuragimda qandaydir og'riqni tuyardim. Ba'zida bir yigitning juvonmak bo'lishiga sabab bo'lganimni o'ylab, yurgan turganimni bila olmay qolardim. Vijdonim qiynalardi. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Men ketdim. Xo'p, yaxshi borib keling. Aytgancha dada kecha ammam kelgandilar. Zarur gaplari bor ekan. Qo'ng'iroq qilsin dedilar. Qo'ng'iroq qilish kerak bo'lsa, albatta qilaman, qizim. Nima ishlari bor ekan, bilmadingmi? Yo'q, bilmadim. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Ha, aytgancha jiyaningiz Malohatxonga suvchilar kelayotganmish. Shu masala bo'yicha opamning maslahatli ishlari bor ekan sizda. Kuyovni surishtirsin dedilar. Ha, shunaqami? Juda yaxshi-da. O'zi Malohatxon bilan institutda birga o'qishgan ekan. Hozirda o'sha yigit loyihalashtirish institutida dars berar ekan. Ismi Nodirjon. Endi yoshlar bir-birini tanishsa, birga o'qishgan bo'lsa, bu juda yaxshi albatta. Lekin opam haq, baribir surishtirish kerak. Mayli, men bugun opamni oldiga o'taman. Institutga ham boraman-da, haligi yigitni ko'rib kelaman. Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tinglar. Yaxshi ishlab keling. Bu yoqdan xavotir olmanglar. Malohat. Biz bir-birimizni anchadan beri taniymiz. Sen bilan ko'p qiyinchiliklar, sinovlardan o'tdik. Menimcha jiddiyroq qarorga kelsak bo'ladi. Uydagilar bilan bir qarorga keldik. Qanaqa qaror? Ertaga uyingga xolam bilan oyimlar borishmoqchi ekan. Keyingi hayotimizni ham birga bog'lasak, nima deysan?
Malohat. Eshityapsanmi? Yoki Nima yoki? meni ahvolimdan uyalasanmi? Nimalar deyapsiz? Siz ahvolingizni umuman ahamiyati yo'q. Agar hammasini puxta o'ylagan bo'lsangiz, bo'ldi. Talabalik paytimizda menga ko'p mehribonchilik qilgansiz. Bir-birimizni ancha sinadik. To'g'risini aytsam, hayotda sizdan boshqa suyonchig'im bo'lishini tasavvur qila olmayman. Nega unda odamni xavotirga qo'yib indamaysan? Qiziqsiz-a? Axir uyalaman. Har tugura, men bo'lsa umidimni uzayotgandim. Ha, umidlarni uzganmishlar. Nima, sizni indamay qo'yib yuboradi deb o'ylayapsizmi? Bilib qo'ying, mendan hech qachon qochib qutula olmaysiz. Sendan qochish niyatim ham yo'q. Faqat o'yindagilar nima deyishar ekan? Nodir aka, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Endi ishingizga boring. Men esa o'qishimga. Tushlik vaqti ham tugabdi. Mayli. Yuring, sizni kuzatib qo'yaman. Kechirasizlar, Nodirjon Hakimov degan yigit shu yerda ishlaydimi? Nodir akami? Shu yerda ishlaydilar? Qayerdan topsam bo'ladi shu yigitni? Xonalari quvana u yerda. Tushlikka chiqqanlar shekilli. Ana, o'zlari ham kelib qoldilar. Quvana yigit. Faqat piyoda chiqmang, hop. Liftda chiqaman. Mayli. Yigitcha, Dars almashibdi. Mabodo adashmayapsizmi? Nodirjon Hakimov aynan shu yigitmi? Ha, o'zi bizda faqat bitta Nodir Hakimov ishlaydi. Xizmatchilik bo'lmas ekan. O'qituvchi kasal bo'lib qoldi. Shuning uchun bugun kela olmas ekan. Rahmat. Xullas opa, men u yigitni ko'rdim. Cho'loq ekan. Nima? Ha, Cho'loq? hassaga tayanib yuribdi, o'zim ko'rdim. Endi opajon, o'zingiz o'ylang. Bolaligidan puflab, oq yuvib, oq taragan shirin qizingizni mana degan sovchilar kelib turgan bir paytda kelib cho'loqqa berasizmi? Odamlar nima deydi? Topganing shu bo'ldimi deb ustimizdan kulishmaydimi? Qolaversa, orzu havaslaringiz bor. Do'stu dushmanlaringiz bor.
Menimcha sovchilarni qaytarish kerak. Aytmay degandim-u, bugun ikkalasini ko'rdim. Gaplashib turishgan ekan. Hammani oldida gapirmay qo'ya qoldim. Lekin qizingizga aytib qo'ying. Agar yana bir marta ko'radigan bo'lsam, boshqacha gaplashaman. Yuqoriga chiq. Sen indama, men o'zim gaplashaman. Voy, assalomu alaykum tog'ajon. Va alaykum assalom qizim. Tuzukmisiz? Rahmat, xudoga shukr. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom bolam. Keldingmi? Ha, keldim. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Tuzukmisiz? Rahmat, rahmat. Men hozir kiyimlarimni almashtirib chiqay, chiqaman, xo'p? Bo'pti. Ha, oyijon, tinchlikmi? Qizim, nima, institutingda sog'lomroq yigit qurib qolganmidi? Bunaqa odating yo'q edi-ku. Nima balo? O'shanaqa yigit bilan uchrashib yuribsan? Meni orzu-havaslarim bor, Malohat. Bir umr o'sha nogiron yigit bilan yashash senga oson bo'lmaydi. Onangni norizo qilma. Gapimni eshityapsanmi, Malohat? Menga qara, qizim. Men senga yaxshi bo'lsin deyman. Sen bir umr o'shani tashvishi bilan yashaysanmi? Oiladagi barcha mas'uliyat seni yelkangga tushadi-ku axir. Bilib qo'y. Cho'loqqa beradigan qizim yo'q. Nima? Keyin nabiralarim ham cho'loq tug'ilsinmi? Ha? Oyijon, Nodir akam tug'ma nogiron emas. U kishi kelishgan. Baquvvat, sog'lom yigit edilar. Hatto institutning ham faxri edilar. Falokat tufayli shu ahvolga tushganlar. Falokat? Qanaqa falokat? Safarga chiqqanlarida aytishlaricha yarim tunda yomg'ir qattiq yog'ayotgan pallada sirpanchiq yo'lda ketayotgan mashinani to'xtatish umidida katta yo'lga chiqibdilar. Shu payt katta tezlikda kelayotgan mashina ularni urib yuborgan ekan. Urib yuborgan kim ekan? Bilmadim, oyijon. Topilmagan. O'sha zahot qochib ketgan. Yaxshimki o'sha tunda bir temirchi aravada o'tib ketayotib ularni ko'rib qolgan. Shundan omon qolgan ekanlar. Oyijon, meni kechiring, bor gapni eshitdingiz. Endi o'zingiz ayting-chi. Shuncha yil birga o'qib, bir-birimizni sinab, bog'lanib qolgan insonga qanday qilib sen nogironsan deb tashlab ketishim mumkin edi? Bu insofsizlik emasmi? Oyijon, qarorimdan qaytara olmaysiz.
voy tog'a, nega turib oldingiz? O'tiring, hozir dasturxon bezayman. Rahmat jiyan. Boshqa safar. Sendan bir narsani so'ramoqchiman. Nimani? Mabodo o'sha voqea bundan 4 yil oldin taxminan mayning 10-larida bo'lmaganmidi? Ha, Qo'rg'oncha qishlog'i, shundaymi? ha, to'g'ri. Lekin siz qayerdan bilasiz? O'sha qishloqdagilar aytishgandi. Mabodo shu yigitmikin deb o'ylanib qoldim. Jiyan, men boray. Opajon, men boray bo'lmasa, Voy tog'a. boray keyin gaplashamiz yana. Men kelaman, xo'pmi? Kelaman. Nima bo'ldi, oyi? Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi deb shuni aytsa kerakdi. O'lib ketgan deb yurganim tirik bo'lib chiqsa, buning ustiga qarindosh bo'layotgan bo'lsa, men ichimdagini tashqariga chiqara olmayotganimdan, qariyb 4 yildan buyon vijdonimni kemirib, azob berib kelayotgan qiynoqdan xalos bo'la olmayotganimdan qattiq afsusda edim. Nojo'ya bir ishni qilib, uni o'z vaqtida to'g'rilay olmasang, keyin bir umr pushaymonlik o'tida qo'rilib yashashdan qiyini yo'q ekan dunyoda. Usmonjon, tinchlikmi? Xullas opa, yigitning o'zi majruh ekan. Agar biz ham rajobini beradigan bo'lsak, uni qalbini ham jarohatlaymiz. Keyin bir umr o'zini tiklay olmaydi. Nima bo'ldi o'zi? Tushuntiribroq gapir. Rangingda rang qolmabdi-ku. Xullas kalom, bundan 4 yil oldin o'sha yigitni men urib ketganman mashinada. Ha. Men urib ketib qochib o'rganman. Shu paytgacha buni hech kimga aytmagandim. Mana bugun sizga yorildim. Nima? Hazillashmayapsanmi? Hazil emas, opa. Xuddi o'sha 4 yil oldin qattiq yomg'ir yog'gan payt do'stimning to'yidan qishloqdan qaytayotgan edim. Qol, yo'l olis, havo buzuq, ertaga ketarsan deyishsa, gaplarga quloq solmay Toshkentga qaytishga qaror qildim. Nega shoshdim? Manzilga tezroq yetish maqsadida tezlikni oshirdim va shu payt nogoh nimadir mashinaning o'ng tomoniga gup etib urildi. Nima ekan? Itmigina? Kabinadan tushib, ortimga yugurdim. Ne ko'z bilan ko'rayki, it deb o'ylaganim yoshgina yigit ekan. Uning ovozi chiqmas, bukilgan ko'yi qimir etmasdi. Atrofda hech kim yo'q. Ko'zimning oldiga mahkumlik keldi-yu, tezroq ketish kerak deya qaytib kabinaga o'tirdim. Yuragim gursillab urar, qo'l oyoqlarim qaltirardi. Endi ko'tarilayotgan paytimda bu holat opoyimga salbiy ta'sir ko'rsatadi deya mashinani o't oldirib o'sha joydan ketdim. Aniqrog'i qochib ketdim. 1-2 kun o'tgach mashinani u yoq yog'ini to'g'rilab sotib yuborganman. Shunaqa degan. Nega endi yo'l o'rtasiga chiqqan? Jonida qasdi bor ekanmi? Bilmadim, opa. Meni azobga solgan narsa uni urib yuborganim emas. Uni og'ir ahvolda tashlab qochganim. Mana shu narsa meni qiynayapti. Axir uning o'rnida men bo'lganimda nima bo'lardi? Men naqadar razilman. Tosh yurakman. O'ldi deb o'ylabman. Nima bo'lganda ham mashinaga olishim, yordam berishim kerak edi-ku.
Seni tushunib turibman. Tinchligingni o'ylagansan. Qo'rqoqlik qildim, opa. Men qo'rqoqlik qildim. Endi o'ldirib yuborsa ham roziman. Yetar shuncha yil azobda yashaganim. Vijdon azobidan qiyini yo'q ekan. Mayli. Bular ish bo'pti. Yopiq qozon yopiqligicha qolaversa-chi. Axir u seni bilmagan, ko'rmagan. Opa, sizga gapirish oson. Lekin vijdonim tinch yashashga yo'l qo'ymayapti. Qolaversa oxiratda nima deyman? O'sha kundan beri iztirobda yashayman, opa. Yorilmasam bo'lmaydi endi. Mayli ukajon. O'zing bilasan. Yashirib yurganing bilan joning qiynoqda ekan. Yotig'i bilan gapir. Zo'ra kechirsa. Agar kechir olsa, bir umr og'irni yengil qilib o'tardim. Nodirjon? Ha? Assalomu alaykum, xizmat. Men Malohatning tog'asiman. Usmonman. Usmon aka, keling. Keling. Men hozir mana bularni yig'ishtirib olay. Keling, Usmon aka. Marhamat, o'tiring. Tanishganimdan xursandman. Men ham. O'tiring, Usmon aka. Sizga aytadigan gapim bor. Marhamat. Xullas, mana shunaqa gaplar, Nodirjon. Mayli Usmon aka. Bu ham yaratganning xohishi. Peshonada yozilgani bo'ladi. Keyin men sizni bu voqeada hech ham ayblamayman. Rahmat.